Hammaga salom va sizlar bilan CMV Phantom kanali. Sizlar bilan bugun yangi kelayotgan Bionano sezonidagi yangi skinlarni hammasini obzorini, ya'ni showcase'ini qilib ko'rsatamiz. Bu birinchi skinimiz Byron Pass skin, juda ham ko'rinishlari ajoyib, orqasida gulchasi ham bor. Binance Fly Trap deydi bu ikonkasi menimcha. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Va skinimiz ultralari juda ham ajoyib. Wow. Bayramga to'g'risi oldin bunaqa skin ko'rmaganman. O'qlari ham o'ziga yarasha, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Lekin ultasi juda ham chiroyli ekan to'g'risi. Zaharlanish animatsiyalari yarashgan to'g'ri. Ultasida qanaqadir boshqacha vibe bor-da. Salgina qotyapti, buning uchun uzr. Juda ham menga yoqadigan va biologikani yaxshi ko'radigan odamlar uchun chiroyli skin deb o'ylayman. Juda ham zo'r skin. Va bizda ikkinchi skinimiz Sproutga Energized Sprout skini. Mifический o'ziga juda ham yarashib turadigan va yangi modeldagi Sprout. Spreylari ham bor. Buni ham praktik qilamiz albatta. Mana bizni skinimiz. O'yinda juda ham chiroyli ko'rinar ekan, to'g'risi yurish animatsiyasi ham bor ekan. O'qlari dahshat yoqdi, kilchati ham zo'r. Buncha zo'r skin bu. Bu quality'ni bilasizlarmi? High low bo'ladi. Bu low ekanda, vobshe dahshat ekan. Voy, ultalarini qaranglar. Voy, o'sha payti gamim bo'lsa olaman, to'g'risi. Juda yoqdi animatsiyalari, ultasi dahshat. Voy, zo'r-ku. Hyper Change'da o'zgarmas ekan. E'tibor bergan bo'lsanglar, ba'zi yangi sezon skinlarida o'zgarib qoladi. Hyper Change formatiga o'tib. Endi esa bu yoqda Crazy Kenji skinimiz, bu ham mifik. Lotusi bor orqasida. Juda ham chiroyli ishlangan ekan to'g'risi. Havoda uchib turibdi prям. Ikonkasi kimga qanaqa, narvanli bo'lsa kerak. Oho, juda smooth animatsiyasi, kilchati. To'g'risi yoqyapti. Va kilchati lekin zo'r ekan. Ultasi ham даже Lotus. Eski bir Alpas skiniga o'xshab ketar ekan, lekin ultasi. Shuni hisobga olmasak, dahshat skin ekan. Bularni hali pinlari, boshqa narsasi private serverlarga kelgani yo'q. Men hozir maxsus serverlarda o'ynab ko'rsatyapman. Shundaylikda ham juda ham chiroyli skin ekan. Menimcha bunga yana hali o'zgartirishlar kiritiladi. Yana u yog'ini bilmadim. Bu yoqqa bitta gif qo'yib qo'yaman. Xo'sh, vobshe dahshat skin. Yoqdi, juda ham smooth qilib ishlangan. Endi esa mega meha meg o'sha skin. Vobshe bu o'yinga kelsa qanaqa bo'lib ketishini men hali tasavvur ham qila olmayapman. Open case'lar qilamiz. Mana shu skinni tushiraman, xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi. Vobshe qaranglar chiroyliligini, даже bez originallari ham shunchalik chiroyli.
Zo'r vashi. Endi buni praktik qilamiz. O'yinda orqadagi narsachasi qimirlar ekan. Bu motorchasimi? Dahshatku effektlari, kill chati zo'r. Kill chati vashi yoqdi. Qo'l chiqyapti, electric ortni bosyapti, dahshat ekan. Tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Juda zo'r, menga vashi yoqdi. Skinlarni o'zi fanatiman. Kelishidan oldin juda qiziqib o'ynab ko'rmasam bo'lmaydi. Ultasi unchalik emas-u, no ultasi ham yaxshi ekan. Kill chatiga mos. Meha vibe'ni berdi. Bu yerda skip qilamiz yoki 2x qilamiz, chunki buncha o'rinni olish vashi qiyin. Hop, mana muddat o'tdi. Bu esa Meg'ni o'zini kichkina transformatsiyasi ekan. O'qlari to'g'risi chiroyli ekan, juda yoqdi. Qanaqadir uchburchak killchatga o'xshagan narsasi ham bor ekan tekkan payti. Killchat bilan yarashib turar ekan. Bu dahshat. Bu transformatsiyasi dahshat ekan. Vay, vashi yoqdi. Endi buni respawn effektini ko'ramiz. Yana skip qilib o'zgartirib olamiz. Va bizda vaqt o'tdi. Mana hozir kill chat effekti. Prям shunday tug'ilgan payti qalqonni o'chmasdan turib, ultasini qilgan effektni berar ekan. Bu esa rozaga Brawl Passkin effektchalarini qaranglar. Zo'r ekan-a. Vay. O'qi yoqdi Brawl Passlarimizni. Dahshat ekan-a o'qi. Kosmikni eslatar ekan. Buni boshqa ranglardan mana shu yoqdi. Chiroyliroq ekan. Zo'r skin bo'lsa kerak-a. O'yinda qaranglar, boshidagi sochi adashmasam yaltirab turar ekan. Xuddi yulduzga o'xshab. Atakalari to'g'risi zo'r deya olmayman, lekin yaxshi ekan. Yaxshi deyishimiz mumkin. Endi ultasi yaxshi, qanaqadir yoqimli. Lekin unchalik ham zo'r emas to'g'risi. Rozani bu turbayinmo. Bechoramo uchib ketar ekan animatsiyasida. Mifический skin juda ham chiroyli ekan. Ikonkasini unday deya olmayman. Kimga qanaqa? Hop, bu yoqdamo. Effekt dahshatku. Kill chatini ko'rdinglarmi? Vashi chiroyli ekan, yoqdi. Bilmayman nimaga, lekin tabiat shunga o'xshash narsalar menga yoqadi. Chiroyli ekan effektlari. Ultasi eng qizig'i, конечно. Вообще dahshat, zo'r ishlangan ekan, lekin borish paytida shamol elektrostansiyalari chiqar ekan. Juda o'ylangan, IQ 1000. Endi hozir uni qanaqa ko'rinishini, transformatsiyasi bo'lgan payti yurganda qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Hop. Bo'ldi. Endi dahshat. Ana g'ildirakchalari aylangani вообще zo'r ko'rinar ekan. Juda ham chiroyli va zo'r skin, yoqdi. Demon bo'lganda olaman.
Mana bu Winstock Grey Telekinesis yangi kelgan legendarniy skin. Greyga kelgan birinchi legendarniy va rangli skin. Greyga oldin bunchalik ko'p rangdagi skinlar kelmagan ekan. Brawl Stars'da o'zi tomonidan aytildi. Ko'rinishlari zo'r ekan to'g'risi. O'qi dahshat-ku, nima u? Butilkachami? Ha, ichiga urug' solingan idish ekan. Kilchati zo'r ekan. Nechidir sekundlik ekan kilchati. Boshqa kilchatlar tez bo'lsa, bu sekin ekan. Yaxshi, juda smooth qilib ishlangan bu ham. Ultasi lekin to'g'risi dahshat ekan. Juda chiroyli. Zo'r ekan. Bu yoqda o'ldirib respawn effektini bilamiz. Yana time'ni skip qilamiz. Bu yoqqa ham bitta gif qo'yib yuborishim kerak ekan. Va o'zimcha o'lgan paytimda uni ham o'ldirib ketmoqchi edim. Bo'lmay qoldi. No, zato Hop, o'ldik endi. Oy, dahshat ekan respawnni. Bu skinni respawn uchun olgan bo'lishim mumkin to'g'risi. Xullas, bizda yangi kelayotgan hamma skinlarimiz shu. Izohlaringizni kommentariyalarda yozib ketishni unutmang. Videoga like bosing va obuna bo'ling. Sizlar bizni qancha qo'llab-quvvatlasangiz, shunchalik yaxshi va chiroyli videolar chiqaramiz, yaxshi kontentlar olamiz va keyingi videoda 1000 ta prosmotr va 100 ta like qilib bersanglar, men 100 ta ultra trofeyniy box ochgan videoimni qo'yaman. Juda ham omadli va zo'r bo'lishi aniq, chunki men juda ham omadli bo'laman. Like va obuna esingizdan chiqmasin. Xayrlashayotgandim, bu yoqda skin tushdi. Xullas, bizda hammasi shu. Xayr.